Ey o'g'il, o'qiyin ushbu xatimni, bejavob qoldirma nasihatimni. Xudo kalomiga ehtirom ayla, majidni xavfidan ichra avayla. Bugun har bo'lsa kalomga to'lsin, bismillahdan g'alatilar kulsin. Unutma bu ishni tark etma har on, osib qo'yish uchun kelmagan Qur'on. Qancha ko'p o'qilsa, tutilsa kitob, Xudoning oldida kamagan itob. Kitobning yangisi zo'r kitob emas, Qur'on yangi uy foizli emas. Qadimda sovchilar solishsa og'iz, kalomni tekshirib so'rarkanlar qiz. Uy uchun sanalmish eng go'zal odob, tutilgan joy namoz, eskirgan kitob. Vaqt qo'yib yubormay desam qo'lingni, Fotihani o'qib och yo'lingni. Keyin Baqaradan xulosalar ol, qancha chuqur ketgan kuchayar xayol. Sayr etmoq bo'libsan o'g'lim Qur'onga, mehmon bo'lib ketdin Oli Imronga. Hikoyatlar tinglab Muso alayhisalom o'zingga kitoblar topgan misoldan. O'qursan surai Mujodalani, topursan Allohga qancha nolani. Kalom yurak yaqin yo'l olsin, dersin qarshilar surai Yosin. Kutib qolgan bo'lsa go'zal taborak, o'g'ilcham ulug' baxt bo'lsin muborak. Ar-Rahmanni o'qi bo'stonda yayrab, senga jo'r bo'lgusi bulbullar sayrab. O'qiyver nolangdan titrasin olam, ayla shaytonlarning rangini somon. Mu'minun o'qi his qilib anglab, mo'minlar asliga qaytsinlar tinglab. Kofirun o'qi ahdini bergin, to'g'ri yo'lda san ko'ksini kergan. Xudoning diniga kim ko'tarsa qo'l, surai Tabbatdan ko'rsatib qo'ygan. Amal qil kirdim qutlug' asrga, muvofiq yashasang bas bo'la asrga. O'qi fil surasini bag'rida tilsin, yangi abrahalar oxirin bilsin. Qul ulug' voqea bo'lmasdan avval voqea surasini o'qiginjadan qori'ani o'qi, yig'lasin olam, o'sha og'ir kunga tayyorlan bolam. Ihlos iloqi, ihlos surasin, u seni mahsharda yo'qlab so'rasin. Topganda olsin u shafoatiga, Xudo izni ila himoyatiga. Ihlos qiyomatning ajib siridir, Xudo kalomining uchdan biridir. Izlaganni o'qi, halovat oldi, fath kunlari ham yaqinlab qoldi. Falaq zulmatidan istagim panoh, yaxshilab o'qsin asraydi Alloh. Ammo uning ma'nosi odamlar erur, alar ham yurakka zararlar berur. Ushbu sura bilan tugaydi Qur'on, sadaqalloh deb qo'y o'qigach har on. Chunki bu odamning so'zlari emas, hatto payg'ambar ham kitobim demas. Ibn Mas'ud bunda so'zlamish oyat, dunyodan afzaldir har qanday oyat. Endi o'ylab ko'rgin ne o'qiganing, millionlab dunyoni his qilgan taning, malaklar